Uch tumanidagi Mustaqillik mahallasi. Uyidan chiqib o'qishga yo'l olgan bolakay maktab darvozasiga yetganida niqobli shaxslar hujumiga uchradi. Nexia mashinasida kelgan erkaklar uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqishdi va ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Barchasi soniyalar ichida sodir bo'lgandi. Hamma oyoqqa turdi. Eshitganlar borki, hayrat ichida bir-biriga pichirlashga tushdi. Kimdir otasining dushmanlari qilgan desa, boshqasi hozir bola o'g'rilari ko'paygan, sotib yuborishadi derdi. Biroq bu taxminlar haqiqatdan yiroq edi. Aksariyat jinoyatlarning sodir etilishiga oson pul topish ishtiyoqi sabab bo'ladi. Bosqinchilik, o'g'irlik, firibgarlik kabi jinoyatlar borki, barining ildizi shu omilga borib taqaladi. Jinoyatchilar doim barchasi xamirdan qil sug'urganday bo'ladi. Biz qo'lga tushmaymiz degan ishonchda harakat qilishadi, biroq jinoiy reja qanchalik mukammal bo'lmasin, baribir fosh bo'ladi. Bugun Namangan viloyatining 3 tumanida sodir qilingan jinoyat haqida so'z yuritamiz. Uni sodir qilgan shaxslar ham rejamiz ish beradi deb ishonishgan edi. 2023-yil 16-oktyabr tongi 3 tumanidagi Mustaqillik mahallasi. Azizbek uyidan chiqib maktab tomonga yo'l oldi. Maktabning orqa tomon eshigiga yaqinlashganda kutilmagan holat sodir bo'ldi. Yoniga Nexia mashinasi kelib to'xtadi. Undan niqobli shaxslar yugurib tushdi. Uning qo'lini qayirib mashinaga tiqishdi va katta tezlikda haydab ketishdi. Barchasi soniyalar ichida yuz bergandi. Bola nimalar bo'layotganini anglamay ham qoldi. Buni maktab o'qituvchilaridan biri ko'rib qoldi va qorovulxonaga yugurib borib, o'sha yerda turgan direktor o'rinbosariga aytdi. Direktor o'rinbosari voqea joyiga qarab yugurdi. Ammo bola o'g'irlab ketilgan joyda xuddi kinolardagi kabi uning kiyimi va sumkasi yotardi. Direktor o'rinbosari ularni olib maktab qorovuliga tutqazdi va o'zi ichki ishlar bo'limi xodimlariga xabar berdi. Bu orada bolaning otasi Avazbek Abdullayevga ham qo'ng'iroq qilishdi. Hamma oyoqqa turgan, maktabda g'ala-g'ovur boshlangandi. Maktab yonidagi savdo do'konining kuzatuv kamerasini ko'rishdi. Oq rangli 50A952ZA davlat raqam belgili Nexia bolani olib katta yo'l tomonga harakatlanib ketgandi. Ichki ishlar xodimlari tezkor ravishda ishga kirishdi. Mashinaning davlat raqami belgisi aniq. U kimga tegishli ekanini bilish qiyin emasdi. Ko'p o'tmay mashina topiladi, biroq uning haqiqiy egasi mashina yukxonasiga tiqib ketilgandi. Voqeaning ertasi kuni, ya'ni 17-oktyabrda bolaning otasiga Telegram orqali tahdidli xabar keladi. $300,000 berasan, bo'lmasa bolangni o'ldiramiz. Isbot sifatida otaga bolaning ovozli yozuvi yuboriladi. O'sha kuni o'g'lim soat 8:40 larda maktabga chiqib ketdi.